Raspakovka Check yoki Back to University birinchi qism. O'qish boshlanishiga ham ozgina qoldi va meni Xitoydan zakaz qilgan, trillion yil kutgan narsalarim va nihoyat keldi. Birinchi ochgan korobkamdan shunaqa asal Swedish chiqdi. Aslida menga yozda shunaqa Swedishlarda, qishda termoslarda ichimliklarimni olib yurish yoqadi. Birinchidan qulay va esiz ichni ham ko'rinadi. Ikkinchisi shunaqa oddiy qora baza. Ishoninglar, sifati ham, tikilish uslubi ham menga juda yoqdi. Kiyganda asal turishini qaranglar. Keyingisi shuni oq rangi va qo'lida pishni fanarigi bor. Уже примерный obrazdan yaratib ko'rdim. Bunisi bo'lsa tortmalarning usti chizilib ketmasligi uchun maxsus g'ilofcha. Sifati prosta super. Navbatdagi paketdan shunaqa chiroyli ro'mol chiqdi. Saytda ko'rganimni o'zidayoq yoqtirib qolgandi. Materiali ham shunaqa yumshoq. Keyingisi lab uchun qalamdagi tachilka va shunaqa asal zakolichkalar. Sizlarga men haqimda bitta fakt. Yoshligimdan nuqul zontib yo'qotib yuraman. Yaqinda ham bittasi yo'qolib qoldi. Shuning uchun bu safar kichkinagina kompaktnisini sotib oldim sumkaga sig'ishi uchun. Bunisi eng oxirgisi va eng uzoq kutilgani. Videoda ham qanaqa premium kачествоda kelganligi bilinib turibdi. Asosiysi ichiga hamma narsa sig'ib ketar ekan. Shu bilan men o'qish uchun olgan narsalarim raspakovkasi o'z nihoyasiga yetdi. Sahifamga obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin.